Assalomu alaykum. 3-darsga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan professional videoga olish uchun ishlatiladigan maxsus ilova hamda sifatli video olish jarayonida nimalarga e'tibor berish kerak, shular haqida gaplashamiz. Avvalo ilovalar haqida gapiradigan bo'lsak, ilovalarning turlari juda ham ko'p. Oldingi darslarda ham aytgandim. Buning bepul variantlari ham, pullik variantlari ham bor. Bugun sizlar bilan hammamizga qulay bo'lgan bepul variantini ko'rib chiqamiz. Ushbu ilovaning nomi Blackmagic Cam. Bu ilova mutlaqo bepul. Ana endi ko'rib chiqamiz, bu ilova nega kerak? Oddiy kameradan buni farqi nimada? Shu haqida ham aytib o'taman. Siz oddiy kamerada olganingizda svetlar o'ynaydi. Ekspozitsiya avtomatik tushib ketadi yoki-da fokus qochadi. Bu ilovada siz fokusni aynan bitta nuqtaga qo'yib qotirib olishingiz mumkin. Har xil turdagi qo'shimcha nastroykalari bor. Shutter, ISO, ekspozitsiyani muhim omillardan hisoblanadi. Ushbu funksiyalarni bemalol o'zgartirib, o'zingizga mos qilib o'zgartirib olishingiz mumkin. Inson ko'zi aslida 55 mm li obyektiv darajasida ko'ra oladi. Bizning ushbu qurilmamiz 77 mm li obyektiv darajasida ko'ra oladi, ya'ni 3 martagacha yaqin qilib bera oladi. Yana bir muhim tavsiyalardan biri hech qachon qo'lingiz bilan yaqinlashtirib zoom qilishni. Negaki u maxsus ilova bo'lsin yoki standart dasturdagi kamera bo'lsin, bu sifatini tushiradi. Iloji boricha avtomatik, ya'ni o'zi qurilma tavsiya qiladigan 3 martagacha yoki 2 martagacha, 5 martagacha sizning ilova turingizga qarab uni yaqinlashtirish darajasi ega. O'sha darajalardan foydalanishni tavsiya beraman. Mana hozir ilovamizga kirib olamiz. Ilovamizda chap tarafda burchakda lens degan joy bor. Ya'ni o'sha yaqinlashtirish, uzoqlashtirish funksiyasini bajaradi 13 mm. Mana hozir ko'ribsiz 5x gacha. Ya'ni 5x darajasida masofani qamrab oladi. 77 ni ko'rishingiz mumkin. Barglar juda ham yaqin olinyapti, va qanchalik zoomda, ya'ni o'sha yaqinlashtirish effekti qanchalik tiniq bo'lsa, sizda video sifati ham shunchalik yuqori darajada bo'ladi. Undan keyin 26, mana 26, undan keyin 13. Ko'rishingiz mumkin, siz o'zingizga mos darajada qilib yaqinlashtirish effektini tanlab olasiz. Undan keyin FPS haqida o'tgan darsda ham tushuntirib o'tgandim. FPS bu har birta sekunddagi kadrlar soni. Bizda hozir 25 FPS da turibdi. Ya'ni 1 sekundda 25 ta kadrni oladi. Undan keyin shutter funksiyasi bu pardalarning ochilib yopilishi. Yana bir muhim tavsiyalardan biri, har doim FPS ga nisbatan shutterni 2 marta balandroq qo'yishingiz shart. Ya'ni o'sha 25 FPS bo'lsa 50. Mana bu hozir videoda ham ko'rishingiz mumkin, 50 shutterda turibdi. Agarda siz FPS da 60 qo'ysangiz, shutterni 120 darajada qilib qo'yasiz. FPS da qanchalik baland qo'ysangiz, sizning videoingizda sekinlashtirilgan kadrlar juda ham silliq chiqadi. Undan keyin ISO, tabiiy yorug'likdan foydalangan holda ushbu ISO darajasini agar biz elektron tarzda ko'taradigan bo'lsak, bunda juda ham yorug' bo'lib ketadi. Mana hozir 100 ga qo'ydik, bu juda ham yorug' bo'lib ketdi. Shuning uchun biz orqaga qaytarib minimal 34 ga qo'yib qo'ydik. Undan keyin white balance avtomatik tarzda o'zini rejimi bor. O'sha rejimga qo'yib qo'yishni tavsiya qilaman agar siz tasviringiz o'rtacha o'zingiz xohlagandaqa chiqayotgan bo'lsa. Albatta buni ham o'zgartirish iloji bor. Qachonki sizda ssenariy bo'yicha, masalan, film olmoqchisiz, ujus film olmoqchisiz yoki sizda kerakli bo'ladigan kadrlar uchun effektli videolar olish kerak. Ana shunday holatlarda siz o'shanda kirib o'zingiz tanlab olishingiz mumkin. Masalan, birinchisi bulutli havo uchun, undan keyin mana bu ultrafioletовый rejimlari bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu kadrda odatda qo'rqinchli, ya'ni kinofilmlarda qo'rqinchli kadrlarni mana shunaqa rejimda olishadi. Eng oxirgisi bu dnevnoy svet, ya'ni kunlik quyoshli rejimda, mana shu rejimda olishingiz mumkin. Buni ham o'zini darajalari bor. Hozir 5600 kelvinda turibdi. Mos bo'ladimi yoki yo'qmi, o'shanga qarab o'zgartirib olsangiz bo'ladi.
Xo'p, buni esa o'ng tarafda burchakda qulflab qo'yasiz. Ya'ni har qanday kadrni o'chirib yoqqaningizda ham keyin bemalol kirib xuddi shu o'sha siz saqlab qo'ygan sozlamalar o'zgarmaydi. Fokusni qotirib qo'yish iloji bor deganim. Ana endi shuni ko'rib chiqamiz. Gulni ustiga bitta bosib turasiz. Bosganingizda lock degan yozuv chiqadi. O'shaning ustiga bosasiz. Shundan keyin siz olmoqchi bo'lgan kadr o'sha qulflanadi. Shunday qilib bu ilova har taraflama qulay. Siz ruchnoy nastroyka qilmoqchi bo'lmasangiz, albatta standart dasturdan ham foydalanishingiz mumkin. Ko'plab mobilograflar standart dasturda ham foydalanishadi. Unda ham syomka jarayonida ekspozitsiyani tushirib, ko'tarib, o'zingizga darajasini moslab olishingiz mumkin. Yana bir muhim tavsiyalarimizdan biri bu telefonni to'g'ri tutish. Keling, hozir sizga qisqacha telefonni to'g'ri tutish haqida ham tushuntirib o'taman. Telefonda syomka qilayotganingizda, ya'ni tasvirga olayotganingizda telefonni to'g'ri ushlash kerak. Ya'ni mana shunday holatlarda qo'llaringizni birlashtirib olsangiz va ikkita bosh barmog'ingizni ikki yon taraflama qistirib olasiz. Qo'lni tanaga yopishtiramiz va qilib bemalol olib to'xtatishingiz mumkin. Kamerani yoqib o'chirish knopkani bosishda sizga noqulaylik tug'dirishi mumkin. Shunday holatda tugmalari bor. Mana shu tugmalarni bossangiz kamera yonadi, ya'ni tasvir ketadi. Bu nimaga yordam beradi? Asosan bu tavsiyalarimiz endi mobilografiyani o'rganayotganlar uchun ham qo'l keladi. Professional mobilograflar uchun esa bu holatlar ko'nikma sifatida singib ketgan bo'ladi. Ana shu tavsiyalar orqali bajarib, tavsiyalarga amal qilsa, bu ko'nikma singib ketadi va siz buni keyinchalik bajarmasdan turib ham videolaringiz stabilizatsiyasini ushlay oladigan darajada yetasiz.